qisqagina yil hisobi roligimiz bor. Shuni ko'rib olsak, keyin Xudo xolasa keyingi jarayonda davom ettiramiz. Zo'r gapiribdi. Yaxshi gaplargan. Avvalambor hammaga assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz jamoa, vakillarimiz, menejerlarimiz. Bugun yil yakuni sarhisobi, ya'ni 2025-yilning oxirgi yilida biz va bu yilda biz erishgan yutuqlarimiz hammasi jamoaviy deb o'ylayman. Ya'ni bu bitta meni yoki bitta ustozni natijasi emas. Bu yerda albatta o'sha tozalik holidan tortib bog'gacha bo'lgan kriteriyalar hamma xodimlarimiz, hamma hamkasblarimiz birdan bo'lib jamoaviy ruhda ya'ni shu natijalarni qo'lga kiritdi. 2024-yilda to'g'ri biz ancha maqsad qo'ygandik va 2025-yilning o'zida erishilgan yutuqni shu yerga o'tirgan hamkasblarimizni sonidan, ya'ni shu yerdagi shu sarhisobimiz bo'yicha yozilgan dasturxon tuzilgan hamkasblarimizni, ya'ni ko'pligidan ham bilsak bo'ladi. Omad Alloh tomonidan beriladi. Alloh taolo hammamizga shu baraka, omad, rivojni siylasin. Hammalarga rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Barchangizni fayzli dasturxon atrofida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Kirib kelayotgan 2026-yil barchangizga baxt, omad, fayz, baraka olib kelsin, bir olam quvonch va xayriyatlarga boy bo'lsin. Nazar rivoji uchun katta hissa qo'shib, o'zini o'zgacha roli bilan, o'zgacha shu performansi bilan xizmat ko'rsatgan barcha ustozlarimizni bir tabriklamoqchimiz. Nominatsiyalarimizni. Xo'p, birinchilardan bo'lib o'quv markazimizda eng innovatsion fikr egasi Mahmudov O'tkirbek taqdirlanadi. Xo'p, ertaga Xudo xolasa ochilar ekan, hammaga 100% oylikni tarqatib berasiz. O'ylab ko'raman. Yanvar oyidan oyligim 10 ming dollar qilib berasiz. Albatta. Ochilbek aka, menga uylanishga qiz topib berasizmi? Albatta, 100%. Menga fevral oyida 15 kun ta'til berib, lekin oyligi yozilish kerak. Yo'q. Xo'p, bilamiz, avans oy o'rtasida beriladi, lekin shu paytgacha men avans olmagan hisobiga shu oyni boshlamoqchiman. Birinchi marta olganim uchun. Yo'q. Bittadan Mahroviy tortga eriz. Ha, albatta.
haftada ish kunini 5 kunga qisqartirib, lekin oylikda o'zgartirmagan holatda. O'ylab ko'raman. Ochilbek aka, men 1 oy kelmayman. Lekin oyligimni o'z vaqtida berishingizni so'rayman. Ha, albatta 100%. IELTSga preset menga. Yo'q. Toshkentda qimmat sotuv kursida meni o'qiting o'zingizni hisobingizdan. Ha. Hatto qilsam ham hech ham so'kmay. Ha, albatta. Tug'ilgan kunimga iPhone olib bera olasizmi? O'ylab ko'raman. Ayol o'qituvchilarni chet eliga jo'natasizmi dam olgani? Hech qachon. 2026-yilga menga eng zo'r mashinani olib berasizmi? O'ylab ko'raman. Yana bormi? Menga 25 million pul kerak 31-kunga. Shunga tayyorlab qo'ya olaysam. Конечно, albatta. Yo'qsiz-a? Tashab berasiz menga. Bo'ldimi? Bu yil magistraturaga kirishim kerak. Demak, kontraktda 50 million to'lab berasizmi? Ha. Toshkentda yangi filial ochishimizga imkon qilib berasizmi? Ha, albatta. Wow. Okay. Menimcha eshitgan bo'lagan rahmat. Bugungi yangi yil tadbirini uyushtirgan barcha tashkilotchilarga kattakon rahmat. Qolaversa, rahbarimiz Ochilbek Usmonovga ham alohida tashakkurlarimizni bildiramiz. 2025-yilni shunchalik zo'r ko'tarinki kayfiyatda yakunlashimizga juda ham zo'r hissalarni qo'shdi va bu bizga 2026-yilda yana ham shahdamlik bilan, yana ham bir motivatsiyaga to'lgan holda ishlashimiz uchun katta yordam berdi. Bugungi tadbirimizni o'tkazganlarga avvalambor kattakon rahmat. To'g'risi 2025-yilda sarhisobi juda a'lo darajada bo'ldi. Har bir nuqtaga, har bir elementga alohida to'xtalib o'tdik va ayniqsa shu kompaniyamiz rahbarini belgilab bergan barcha istiqbollarni Xudo xohlasa 2026-yilda ortig'i bilan bajarishni niyat qildik va 2026 bu yilgidanda samaraliroq va ancha mahsuldor bo'lishida Xudo xohlasa hammamiz harakat qilamiz va umid qilamiz. Shu bilan yangi yil hammaga qutlug' kelishini tilaymiz va hamma hamkasblarga, barcha ustozlarga ham kelasi yil yana ham natijaliroq va ko'plab yoshlarga yordam berishida Xudo xohlasa tilakdoshmiz.